Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Dream Draft'ni ochamiz. Muhammad Salah tanlaymiz. Ryan menimcha statistikalari yaxshi, Ryan'ni tanlaymiz. Gvardiol deb o'yinlovchiroq ham tez yugurar ekan Gvardiol. Endi menimcha Dansoni tanlasak yaxshiroq deb o'ylayman. Dansoni tanlaymiz. Endi bu yerda Dani Vivian tanlaveramiz. Menimcha yaxshi shu bola. Dani Vivianni tanlaymiz. Ashraf Hakimiyni ham tanlaymiz. De Paul. Endi bu yerda bu o'yinchiroq tanlasak menimcha yaxshiroq. McTominayni tanlab qo'yaveramiz. McTominay yaxshiroq. McTominayni tanlaymiz. Valverdeni tanlaymiz. Messi, Lionel Messi, Dybala, Unai Diego Costa yaxshi menimcha. Diego Costani tanlaymiz. Simon Diego Costa menimcha yaxshiroq deb o'ylayman. Diego Costani tanlaymiz. Hummels bo'yi balandroq, Hummels yaxshi, saboshlaydi. Tez yuguradi, yaxshiroq. Endi bu yerda Inaki Williams tezliklari yaxshi. Inaki Williamsni tanlaymiz. Endi bu yerda Marmush menimcha yaxshiroq. Marmushni tanlaymiz. Confirmni bosamiz.